tasavvur qilinglar, mana urug'dan berdi sizlarga, sort qilib ekdinglar, nima muammolar chiqib keladi. Demak, birinchi o'rinda bu yerda hech qanaqangi asosiy, chiroyli ochiladigan nav bo'lmaydi. Chunki bu danaydan chiqqan hammasi nech tup eksanglar, shuncha xil tur bo'lib chiqadi. Ya'ni pistani shunaqa navi bo'lib chiqadi. 500 ta ekdinglar, 500 xil navga aylanadi. Bir, ikkinchisi erkak daraxti bo'ladi, umuman meva qilmaydi pistada. Urg'ochisi bo'ladi, meva qiladi. Sizda demak ekkaningizda siz bilmaysiz, erkak daraxt ekdingizmi, urg'ochi daraxt ekdingizmi? Chunki danaydan har xil chiqaveradi. Payvand qilganda biz bilamiz erkagi bu urg'ochisi deb ajratamiz. Shuning uchun biz aniq bilishimiz kerak bo'ladi. Endi sizda demak erkagi ham bir 250 ta, urg'ochisi 250 ta chiqdi. Bog'ingizni yarmida hech qanaqa meva qilmaydigan erkak narsalar, erkak navlar yetishtirishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin mevani sifati urg'ochi bo'lib chiqqanlari 250 tasi deylik taxminan. Bular 250 xil nav bo'ladi. Buni borib men o'zim ko'rdim. Buni chaqish davomida shu narsani tushundimki, sifatsiz tanlanmagan sort yaxshi ochilmas ekan. Nomiga bir tomoni ochilgan xolos yoki ikki tomoni nomiga ochilgan juda ham katta muammo ekan. Ayrimlari chiroyli ochilgan yirik, lekin u 1% chiqadi xolos sizda. Shuning uchun bu yana bitta katta muammo. Keyin mevaga kirishini siz hech qachon bilmaysiz. Nechinchi yilda mevaga kiradi, qanaqa kiradi, uni umuman tushunmaysiz va podpiskaga bosishni esdan chiqarmaysiz. Kommentariyaga hech bo'lmasa rahmat, foydali bo'ldi, zo'r deb nimadir yozib qo'ysanglar, videomiz kengroq tarqaladi.